Endi turdim. Bet qo'lni yuvishim kerak. Uyqularım açılıp gitti. Bu nima endi? Söylerchi. Bu adamı bunu bilemem. O yangi ochilgan ekan. Bu nima endi? Mana bassenga o'xshabdi. Bassein. $400, $100, $200. Şunma. Shuncha. Wow. Shuncha pul. Wow. Bu yerda nimalar ekan? Mudralar qaydan o'sdi? Bayni bilaman, men sotib oldim baydan. Yuraylikchi, bayga daraxtlar, bank. Nima? Bank. Bankmi? Dollar. Videoni ochib turay. Bolalar bankni ko'rib keldim. Men cho'milishga bormoqchi edim. To'xtanglar. Men cho'milishga bormoqchi edim. Yangi kiyimlarimni kiyib olay. Yani cho'milishga kiyim. Normalniy hozir bu kiyimimda bo'lsam bo'lmaydi. O'zim kiyim kiyolman. Kiyimim kiyib oldi mana. Qani bosamiz cho'milishga. Mana shu yoqlarda cho'tan bor edi, to'xtang. Yopiq yo'l. Mana shu yoqda bunda cho'miladigan joy bor edi, adashmasam. Yuraylikchi. Charchab ketdim. Mana. Sayoz ekan. Sayoz ekan be. Ancha sayoz ekan. Menga javonchiroq. Vaqtdan ko'raylik o'sha. Cho'milishga joy bo'lishi mumkin. Nima? To'xta, bankni mana shu yoqdan o'qilgan. Nima? Sindiraylikchi. Qo'lim. Ay, qo'lim. Ay. Sindirolma. Ikkinchi harakat qilchi. Ay, qo'lim. Ay, bosh. Ay, yomon uryapti. Ay. Zo'rg'a. To'xtanglar. Ish qo'ylik. Tagida tosh ekan. Bun tagida yer ekan. Chiqolsa bo'laveradi. Meni sindirishga to'g'ri keladi. Sindirdim. Qo'llarim urib ketdi. Biramallab chiqib oldik. Bizga tushaylikchi. Mana nima? To'xtab videoni o'chirib turaychi. Qanaqadir ovozlar kelyapti. Bu ko'rib kelmayman. Oy. Nima bu? Tuzoq qo'yishgan iposlar. Tushkechini sol qoldi. Qaytaman. Kelishgan buni. Qon. Yo'qotning bo'shim yo'qqan yo'qlar. Otlarni bolalar yomon qo'qyapman-da. Nima yozilgan? Merga ishonmanglar. Nima degani endi bu tushunmadim. Nimaga ishonmasligim kerak? To'xtanglar. Merni uyiga borib ko'raylikchi. Qaraylik. Tanatning chiqyapti endi bu.
3 qavat. 4 qavat. Yo-mayo. Qo'yib qo'yamiz. Hech kim ko'rmaslik kerak. Nimasi bilan meriga shamollab deyapti bular. Tushunganim yo'q bu ishni. Men uyga boraylikchi. Meri yo'q bo'lsa kerak. Endi tushunyapman. Ikkinchi qavatga umuman chiqmaylar deyotadi. 3-chi va 2-chi qavatga. Chiqaymikin? Qilar. 1 2 3 sindirib kirdim. Ikkinchi qavatga kiraylikchi. Yemashida hammasini mer qildi. Nima? Kelishuv haqiqiymi? Haqiqiy. Hammasini mer qilgan bo'lsa. 3-chi qavatda hech bola yo'q. Mana mer qayerga ketdi? Juda bola men qo'rqyapman. Mer qochib ketgan shekilli. Menga narsa qo'yib ketuvdi. Qo'ylikchi. Men sizlarni aldab ketdim. Ha. Voy yaramas mer. Nima qilishimiz kerak? O'rtog'im yo'q. Qishloqdagi bomba qo'yib ketganini kim kafolat beradi? Balki qo'yib ketgandir. To'xtanglar. Bu yana tez sabotda tashimiz kerak bolalar. Tezda. Registrakan bu bombalarim bor. Yo'q tashiymiz. Chunki yo'qolmaysa kesin meni ham ichiga qo'yib yuborish mumkin. Sekin ham portlatsak hech kimga yomonligi tegmaydi. Kim biladi, balki ayda maxfiy xonalar bor. Shuning uchun ketdik bolalar, portlatamiz. Kirgan bor. Sindirish o'tasi. Salpal bloklar olamiz. Yubang, portlating. Bombani tashlaylik. Bulardan tutashi butun qishloqni portlatar narsa, ya'ni. Yo'q. Yo'q. Bilmasdan portlatardim. Hammasi yaxshilikka. Kimdir kelsa kamida portlatilgan deb o'ylamaydi, chunki lava bor. Lekin uni qiladilar. Narsalar umiddan yo'qolib ketadi. Sakrab o'tolmam. Yo'q. Bosh. Aynim og'riqli bu. Aynim og'riqli. Og'riq ketdi. Bolalar ishoninglar, unini bo'lgan yomon og'riqli bu narsa. Sizlar yonyapsizlar o'ylaylar. Yomon qo'rqdim. Yopaydim lavani. Mana o'sha joy.
ketdik. Ketsak bo'laversa kerak bo'lar. Nimaga qo'yib ketyapsan desanglar. Biz qo'ygan bloklardan kim kelganini, nima qilganini bilmasa bo'ladi shuning uchun. Ya nimaganchadan beri video qilmayapsan desanglar. Doktorga yotdim. Qutqarish kerak buni. Bo'ldi. Endi qutulib oldik aytdim. Yo'q ketsak. Surish kerak bo'lur. Cho'milishga kelaman deb bu yerda balonni qo'yardik. Yuguramiz. $100 million sotgan edim. Protection 96 ming. Konto 40 ming. Bunda esa unbreaking uchun ya'ni почти в общем ketmaydi. Cheksiz ishlatsa bo'laveradi. Hamma narsalarni meni qo'limdan qo'ymasligi uchun yashirib qo'yamiz. Chunki men qo'lingizni mayda qo'yib ketmaydigan bo'lish kerak. Hammasini portlab yomon qo'rqdim. Sizlar bilan eslatgan tam tashlamagan darklasingiz o'z bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Like bosishni ham unutmang. Xayr.